O'zim men bitta joyda ko'rdim aka, qimmatroq ko'rdim. 2 million 300 ming ko'rdim. Lekin u tumanaqani so'radim men. Endi biz aksiya qilib chiqarib yubordik. Xo'p, endi aksiya deyapsiz. Aka masalan sifatlari qanaqa? Masalan, oddiy mana shu lisini qalinligidan tortib, aka? Svarkasidan tortib, ichidagi mahayivlarga tortib, o'sha hamkasblaringiz mahsulotlari bilan bir xilmi aka? Bir xil. Bir xil ishlaydi. Oshiq bo'lsa oshiqki, kambas. Sifatiga garantiya beramiz. Chiqarishiga, sifatiga, motorlarigacha garantiya beramiz. Mabodo o'sha aytgandek chiqmay qolsa, nima qiladi aka? Olib boramiz, yo bo'lmasa yangi tashab keladi, unda sразу pulini qaytib beramiz. Xo'p, obunachilar narxi bo'yicha dedi-ku, gapni boshi narxi bo'yicha bo'layotib turganligi uchun garantiyasini beryapti. Sifatli mahsulotligini mana shu yerdan o'zlaring bilib ko'rasizlar. Endi bular obyomli joylarga, fermalarga, ba'zi bir odamlar olishadi, menga kattaroq qilib bering. Mani baliq ko'lim bor, don maydalayman deyshadi. Kuniga tonna donlar maydalab solishadi endi baliqqa. Ana shunaqa odamlar zakaz berishadi, biz qilib beramiz. Amaytga qopda donni sog'ib oladi, zaslonkani ko'taradi, don chiqaraveradi mana yerdan. Xo'p, mana obunachilar ko'rishlari mumkin. Ochiladi mana shu joydan. Don mahsulotlarini sog'ib olishadi, bag'dan surilaveradi. Surilaveradi, bu yerdan chiqaveradi ekan. Svarka bo'shab, pichoqlar chiqib chertib yuborishi mumkin. Bunda original bolt gakalar qo'yilgan, bunda chiqib ketmaydi. Agar sinib o'tmas bo'lib netib qoladigan bo'lsa, gaka bolti bo'shatiladi, almashtirib yuborilaveradi. Masalan, men tushunishim bo'yicha, hozir uyda egasi bu o'tmas bo'lib qoladigan bo'lsa, almashtiradigan bo'lsa, o'zi taydan kulish solib, bo'shatib, qaytarib olaveradi demoqchisiz. To'g'ri. Agar 3 kilovatliga mana shunaqa mahaviy kelsa, pachinnilarga kuch kelib, ishlash muddatini sal kamroq qiladi. O'shaning hisobiga biz liska nima qilganmiz? Yangilik qilib, kichkina motorlarga ham bemalol ishlayveradi. Yosh bolalar o'zi ham ishlatsa bo'laveradi, vakuum hisobida o'zi tortib olib kirib ketadi. Bular doimli mahsulotlarga bug'doy, makkaga. Bunisi makkaga, mayin yirik qilib chiqarib beraveradi. Buni kepay qilib beradi mana ular. Ular yorma qilib beradi, atalab olib qolib. Qo'y qo'zilarga, tovuqlarga ketaveradi, har doim. Xo'p, shunda sizlar aka bitta drabelik sotib oladigan bo'lsa, bitta 5 ta setga qo'shib berasiz. 5 ta setga qo'shib beramiz. Endi bu to'k past joylarda 6,5 kilovatlar ishlashi juda qiyinroq. O'sha hisobiga to'k past joylarda ham ishlashini o'ylab 3 kilovatliga qilganmiz. Buni bahosi joyimizdan chiqishi 1 million 800. 6,5 kilovat. 6,5 kilovatlilar, ha? 3,5 ming оборот. 3,5 ming оборот. Bugungi bahosi shartda joyimizda 2 milliondan chiqadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari hamda YouTube foydalanuvchilari va buqi ishqibozlari, sigir ishqibozlari, qo'y ishqibozlari, tovuq ishqibozlari. Obunachilar, sizlar uchun xudo xolasa yangilikni zo'riga yetib kelganmiz. Yangilik deb qanaqasiga aytishimiz mumkin? Bu ko'rib turganlaringiz sizlar uchun yangilik bo'lmashi mumkin, lekin akalar, ukalar, narx-navosi bo'yicha yangilik o'ta udar joyga yetib kelganmiz. Xo'p, Farg'ona viloyati Yazyovon tumani Qorasoqol qishlog'iga kelganmiz. Ya'ni mana shunday Bravo Agro Mix. Xo'p, shu joyda xudo xolasa sizlarga yangiliklar bor, ishlab chiqarish tomonidan ham yangiliklar bor. Masalan, qanaqa ishlab chiqarish desalaring, hali katta kichik motorlarning kuchlanishlari 3 kilovatdan obunachilar 6,5 kilovatgacha ishlaydi. Bu degani, ya'ni eng past to'kka ham ishlaydi. Masalan, hamma joyda to'k har xil kuchlanish bo'ladi. Obunachilar past to'kka ham ishlayveradi. Yoningizda misol uchun uyingizda tefal qo'yasiz yoki shunday qanaqadir ariston ishlatasiz. To'k xonadoningizda past bo'lsa, buni ham akalar yechimlarini yechib, mana shunday xudo xolasa sizlarga drabelkalarni chiqarib qo'yibdi, yaratib qo'yibdi. Bundan tashqari bu joyda obunachilar ko'rib turishlari mumkin. Mana shunday aqlli katyollar ham bor. Qo'shimcha qilib razmerlari har xil. Xudo xolasa endi hozir biz ishlab chiqaruvchilardan bir qator bularning ma'lumotlarini olamiz. To'liq ma'lumot beramiz. Xudo xolasa videoni uzmasdan ko'rsalaring, bugungi videomiz yangilik bo'ladi deganimiz sababi qanaqa ichki ko'rinishlarini ko'rsatib beramiz sizlarga obunachilar. Hop, buni ma'lumotlarini Begnot akamiz olamiz. Assalomu alaykum. Obunachilarga yaxshimisiz? Chekkadan boshlayveramiz. Ko'rib turganimiz bu nima deyiladi? Nom aka buni. Shu turishi nima deyiladi? Bu pichoq deyiladi, liska qo'yilgan mahaviy pichoq, liska terilgan. Xo'p, bu joyda 4 xil assortiment turibdi aka.
shular bir qator ma'lumotlarni bersangiz, masalan, bu list ekan. Bu lista mana ular Mahaviyga terilgan, Jiguli Mahaviy Mahaviysiga. Qalinligi qancha buni? 1,5. 1,5 qalinlikda bo'lgan. Xo'p, nargischi? Bu ham bir xil. Mahaviy bir xil. Xo'p, lekin turi masalan 4 xil ishni bajaradi. Xo'p, aka masalan, endi tushuntirib bersangiz, men hozir bu joyda ko'ryapman. Mana uni aka, mana obunachilar ko'rishlari mumkin. Svarka qilib qo'ygan mana bunday. Ha, bunisini svarka qilmagan. Sabab nimaga? Bu svarka qilishimiz sababi bunda donpon maydalaganda svarka bo'shab, pichoqlar chiqib chertib yuborishi mumkin. Ha, bunda original bolt gakalar qo'yilgan, bunda chiqib ketmaydi. Agar sinib o'tmas bo'lib netib qoladigan bo'lsa, gaka bolti bo'shatiladi, almashtirib yuborilaveradi. Masalan, men tushunishim bo'yicha, hozir uyda egasi bu o'tmas bo'lib qoladigan bo'lsa, almashtiradigan bo'lsa, o'zi tagidan kulish solib, bo'shatib, qatirib olaveradi demoqchisiz. To'g'ri. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin, farqi shunday ekan. O'zingiz usta topib qidirib yurmaysiz. Xo'p, mana shu pichoqlarni ham almashtiradigan bo'lsangiz, mana sizlar buni qayerdan topsa bo'ladi aka buni keyin? Buni qo'zimaylarda sotadi, avtozapchastlarda, kombayn, traktor avtozapchastlarda sotadi bu narsa. Sirop, bunaqa noyob narsalardan emas. Bu bor, tagi bor, ha? Tagi bor. Xo'p, aka, masalan, Begimurod aka, tushunarli. Bu endi qanchada o'lishi mumkin, masalan, necha oyda, necha yilda? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Aka, bular 1,5 yil, 2 yilsiz o'lmaydi. Ayni avvalo ishlatishga bog'liq. Ishlatishga bog'liq. O't, hashay, donga bular 1,5 yil, 2 yilsiz o'lmaydi. Garantiyalarini beramiz. Agar o'sha garantiya ichida bu narsa bo'ladigan bo'lsa, remont xizmatlari bepul, mutlaq. Xo'p, aka, bu qanaqa kalyaningda kuydirilganmi? Kalyonida kuydirilgan. Original, ha? Original germanskiy pichoqlar, kombayn jatkasi. Tushunarli. Xo'p, do'stlar, endi buni qalin yuqaligini ham sizlarga qiziq bo'lishi mumkin. Bu haqida ham bir ma'lumot bersangiz obunachilarga aka. Masalan, bu listami bu? Bu lista. Xo'p, nima uchun bunaqa qilgansizlar buni? Ular kichkina motorlarga, kilovat past motorlarga yaxshiroq, vazmin kelmaydi aylantirayotganda. Yengilroq aylanadi. Yengilroq aylanadi. Xo'p. Masalan, 6,5 kilovatlilarga bundaqa qo'yilsa, kuch kelmaydi. Agar 3 kilovatligi mana shunaqa Mahaviy kelsa, pachinnilarga kuch kelib, ishlash muddatini sal kamroq qiladi. O'sha hisobiga biz liska nima qilganmiz? Yangilik qilib, kichkina motorlarga ham bemalol ishlayveradi. Motorga nagursiga kelmaydi. Xo'p. Lekin xizmat qilishi bir xil. Faqat motorda uzoqroq umrini uzaytiradigan narsa qilib yaratdilar buni. Gap so'z yo'q aka. Bular haqida ham ma'lumot bersangiz endi aka. Bular nimaga hozir misol bunisi yoyiq, bunisi manaqa? Shular bir qator. Endi bunda nima desa bo'ladi? Har xil vaziyat bo'ladi. Yosh bolalar ishlatishi mumkin. Yosh kattalar, bundaqalarni yosh bolalar o'zi ham ishlatsa bo'laveradi. Vakuum hisobida o'zi tortib olib kirib ketadi. O'sha hisobimda tepaga qaratib qo'ygan. Bunda unaqa emas. Shuni tepaga qaratib qo'ygansizlar, ha? Bunda unaqa emas, ha? Ha, maytga ilinib qolsa o'zi tortib olib kirib ketadi. Qo'l solib andaqa qilish hojati yo'q. Xo'p, masalan, bularni almashtirmoqchi bo'lsa aka, bitta ochib ko'rsatsak-a? Narigi joydan borib. Xo'p, mana obunachilar ochmoqchi bo'lsangiz, mana shu gaykalar to'rt tomondan yechiladi. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Mana men o'zim ham bitta qo'limdan bemalol olib, mana yonboshiga qo'yib qo'yapman mana. Bu halinaqa murakkab narsa emas. Mana ochildi ichi, ha? Hali biz aytmoqchi, almashtiradigan bo'lsalar, gaykalarini bo'shatib, bemalol ochaveradi. Shunda aka ochgan paytda masalan to'kdan uzib qo'yish kerakmi buni? Uzib qo'yish kerak. Masalan, qayerlarni tushuntirib keting-da aka. Mana bu yoqqa yuring-da. Men avtomat. Mashina to'kdan razvedkadan sug'urib qo'ysa, bezapasni. Sug'urib turib avtomat tashab qo'yadi. Tashab qo'yadi. Shunda bezapasni bo'ladi. Bezapasni bo'ladi. Ishlatib turgan paytda, almashtirayotgan paytda obunachilar shunga ahamiyat berib qo'yasizlar. Uyda dravelkasi borlar ham. Xo'p, aka endi xo'p, shunda Begimurod aka bularning ma'lumotlarini berib bo'ldik hozir. Endi mana bular nima deyiladi aka? Setkalar haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Bular nasatka. 5 xil setkamiz bor. 5 xil setka qo'shib berasizlar, ha? 5 ta setka qo'shib beramiz apparatga. Ishlash nimalarini aytib bersangiz. Bu makka poyalarga, bu qo'ylarga, bu silyosga. Endi ba'zi bir odamlar bunda chiqarsa, qo'yim chuchkirib yuboryapti, yaxshi yemayapti deyishyapti. Telefon qilib, sal yiriroq setkasi bormi bunda? Mashindan, deb telefon qilishadi, bundaqa setkani ham chiqarib qo'ydik. Xola bunda beradi qo'yga, xola bunda. O'zini ixtiyorida chiqaradi. O'zini ixtiyori. Bular nimasi endi aka? Bular doimli mahsulotlarga, bug'doy, makkaga. Bunisi makkaga, ha?
Mayin yirik qilib chiqarib beraveradi. Buni kepay qilib beradi mana ular. Aha. Ular yorma qilib beradi atalab olib qolib. Mhm. Qo'y qo'zilarga, tovuqlarga. Ketaveradi, hadovoy. Xo'p, shunda sizlar aka bitta drabelik sotib oladigan bo'lsa, bitta 5 ta setga qo'shib 5 berasiz. ta setga qo'shib beramiz. 5 setga qo'shib berasiz. Xo'p, aka drabelkalarimiz endi eng past to'klik qaysini ishlaydi? 3 kilovatlik dedingizmi? 3 kilovatlilar. Qaysi biri o'shalar? Naryoqda turib Ko'ramiz endi. Mhm. Xo'p, Ya. mana shu ko'rib turganimiz obunachilar 3 kilovatli past to'klik ishlaydi, ha? past Past to'klik to'klik ishlaydi. ishlaydi. Xo'p, aka, buni mashalam o'zi aytib bersangiz, nimaga bunaqa ishlab chiqargansizlar buni? Endi bu to'k past joylarda 6,5 kilovatlilar ishlashi juda qiyinroq. O'sha hisobiga to'k past joylarda ham ishlashini o'ylab 3 kilovatliga qilganmiz. Bular ham universal, ho'l quruq tanlamaydi. Makka, bug'doy bormi, moshpiris, somon, bedapiris hamma yo'qda absolyutni chiqaradi. Ishlayveradi, past to'klik. Ishlayveradi. Xo'p, endi buni puli ham qanaqa bo'ladi? Unga qaraganda kattalarga qaraganda arzonroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi. Yuli bahosi necha bo'lishini? Buni bahosi joyimizdan chiqishi 1,800,000. 1,800,000 so'm. Dastavkasi bilanmi? Dastavkasini kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Dastavkalar. Dastavkasi kelishilgan holatda. Biz bundan keyin kattasi qaysi aka? Mana ular. Mana shular, ha, mana. 6,5 kilovat, 6,5 kilovatlilar, ha? 3,5 ming оборот. 3,5 ming оборот. Xo'p, endi misol uchun aka, bu necha pul turadi hozir bugunlik bahosi? Bugunlik bahosi shartda joyimizda 2 milliondan chiqadi. 2 million so'mdan chiqadi. O'zi men bitta joyda ko'rdim aka, qimmatroq ko'rdim. 2 million 300 ming ko'rdim. Lekin u tumanaqani so'radim men. Endi biz aksiya qilib chiqarib yubordik. Xo'p, endi aksiya deyapsiz. Aka masalan sifatlari qanaqa? Masalan, oddiy mana shu lisini qalinligidan tortib, ha aka? Svarkasidan tortib, ichidagi mahaylarga tortib, o'sha hamkasblaringiz mahsulotlari bilan bir xilmi aka? Bir xil. Bir xil ishlaydi. Oshiq bo'lsa oshiqki, kambas. Hamma yo'q bir xil. Masalan, olib bordi deylik, qo'shnisinigida drabeliga bor. Solishtirdi aka. Misol uchun hamma joy bir xil chiqqan, mana shu uniki ham 3,5 ming оборот, ha? Necha kilovat dedingiz mana uni? 6,5 kilovat. 6,5 kilovat bo'ldi. Hamma tomon bir xil, ha? Bir xil. Xo'p, sifatiga garantiya berasiz. Sifatiga garantiya beramiz. Chiqarishiga, sifatiga, motorlarigacha garantiya beramiz. Mabodo o'sha aytgandek chiqmay qolsa, nima qiladi aka? Olib boramiz, yo bo'lmasa yangi tashab kelamiz, unda sразу pulini qaytib beramiz. Xo'p, obunachilar narxi bo'yicha dedi-ku, gapni boshi narxi bo'yicha bo'layotib turganligi uchun garantiyasini beryapti. Sifatli mahsulotligini mana shu yerdan o'zlaringiz bilib ko'rasizlar. Bir xil hamma joyi bir xil bularni ishlab ham olsiz, ishlatib ham ko'rsatib beramiz sizlarga. Faqat pul tomonlama akamiz aytayapti, sotish kerak deyapti. Bu joyda ko'rib turishlari mumkin obunachilar. Bunaqa drabelchilar bulardan ana shu sexini ichida bilmam 20 tadan oshiq odam ishlaydigan juda ko'p ekan tagi. Hop, shuni internetga qo'ymagan, internetga qo'yib, mana bugundan xudo xolasa onlayn ham savdolarni yo'lga qo'yamiz degan uchun yetib keldik. Hop, bundan keyingi buni bahosi qancha endi? Ular 2 million chiqadi joyimizda, 6,5 kilovatli. O'zi kelib olib ketsa qancha? Nima sizni nomingizdan chiqsa yengilroq qilib beramiz. Qanchaga berasiz masalan? 1,900,000. 1,900 so'm qilib beradi joyida, obunachilar. Dastavkasi bilan bo'lsa-chi? Masofaga qarab qo'shiladi. Hop, unisini kelishasizlar, ha? Kelishilgan. Gap so'z yo'q. Keyingisi aka? Ular 3 fazda 380 ga ishlaydi. Kattalari bular, ha? Katta motorlar. Aha. 15 kilovat germanskiy motor, yangi motorlar. Hop. Bular ham universal. Universal. Bularda ana shunday 5 xil setkasi bor. 5 xil setkasi Qo'shib bor. beriladi. Hop, nima uchun katta endi bu aka? Endi bular ob'yomli joylarga, fermalarga, ba'zi bir odamlar olishadi, menga kattaroq qilib bering. Mani baliq ko'lim bor, don maydalayman deyishadi. Kuniga tonna donlar maydalab solishadi endi baliqqa. Ana shunaqa odamlar zakaz berishadi, biz qilib beramiz. Tadbirkor akalarimiz uchun ya'ni mana kattalarini qilib qo'ygan ekan, masalan, kichkinada 5 soatda chiqaradigan mahsulotingizni bunda 1 soatda chiqarib qo'yaverasiz. Shunday deyapsizmi aka? To'ppa-to'g'ri. Xo'p, motorlar haqida ma'lumotni berdingizmi aka hozir? Berdik, 15 kilovatli. Hop, Germanskiy motor 3000 оборот. 3000 оборотda ishlab chiqarilgan. Bularda endi narx-navosi qancha bugunlik bahosi aka buni? Bularga 11 million. 11 million kam bor dastavkalarni aytib ketgan ekan bularga. Ham bor dastavkalar kelishilgan holatda. Shunday holatda o'zi kelib olib kelsa qancha? 11 milliondan ichi o'tib 11 beramiz. milliondan o'tib beriladi. Obunachilar motoriga, ishlashiga, hamma yo'g'iga garantiyasini beradi. Ishlab chiqarishlari, misol uchun drabelika nomini oldimi, pachaqlovchi. Ya'ni mana shunday somon bo'ladimi, makka bo'ladimi, moshpiris bo'ladimi yoki
haligi nima deysiz, yer yong'oq paya bo'ladimi? Hammasini maydalovchi drabelkalar. Bularni ishlab beramiz. Narx-navolar bilan, sifatlari bilan tanishib ko'ringlar. Sifatlari, lislari aka, qalinliklari qanaqa buni? Qalinliklari 6 li. 6 listlardan bo'lgan, ha. Mana ishlarini ham bir qator ko'rishlari ham mumkin. Xo'p. Ha, bunisi nima endi aka? Keyingisi. Bunisi ham xuddi o'shani don chiqaradigan nimasi. Don chiqaradigan tepasi ajoyib ekan, ha buni. Ha, men aytgan qopda donni sog'oladi, zaslonkani ko'taradi, don chiqaraveradi mana yerdan. Xo'p, mana obunachilar ko'rishlari mumkin. Ochiladi mana shu joydan. Don mahsulotlarini sog'olishadi, bag'dan surilaveradi. Surilaveradi, bu yerdan chiqaveradi ekan. Xo'p, motorlar haqida ma'lumot bersangiz aka buni. Bu ham o'sha bir xil, 15 kilovatli. Germanskiy yangi motordan. Mis motor. Mis motor. Bu ham misol uchun chiqaraveramiz, har qanaqa mahsulotlar chiqaraveramiz aka? Hamma yo'q chiqaradi. Qaya, don tanlamaydi. Tanlamaydi. Universal. Ketaveradi mana obunachilar, mana sizlar uchun bu joylarda mana avtomat hammasini misol uchun sozlab sizlarga hamma joylarini, texnik holatlarini sozlab tayyor holatda uylaringga yetkazib ham beradi. Obunachilar o'zlarining kesalaring endi tushib ham berar ekan mana. Xo'p, bugunlik bahosi qancha buni? 11 million bular. 11 million so'm kam bor ekan mana. Xo'p, 5 xil mana sizlarga nimani yoritib berdik. Xudo xolasa endi bularni ishlashlarni bir ko'rsatib qo'yamizmi aka? Mayli. Xo'p. Obunachilar ko'rib turganlaring mana hozir somon prosesi maydalab berdi. Mana Qo'ybob. qo'ybob bo'ldi. Silyosga almashtirsa ham bo'laveradi, aralashtirsa ham. Silyosga aralashtirib bersa ham bo'laveradi. Shunda silyosning ekonomiki bo'ladi. Bundan mayin qilishda ham iloji bor. Ha, yana ham setkani qo'shib bersa, Ha, iloji bor, ha buni. bundan kichikroq setkasi ham bor. Yana qanaqa mahsulotlar chiqarib ko'rsatib beramiz aka? Moshpris bor, Aha. makkapoya bor. Bosh birsiz aka, bir chiqarib bersangiz. Hurmatli obunachilar, mana shu ko'rib turganlaringni Luboy mahsulot bu ham chiqaraveradi, bunisi ham chiqaraveradi. Biz hozir yer yong'oq mosh pirisini mana mashina chiqarib bermoqchimiz. Aka, chiqaravering. Xo'p, mana obunachilar qanaqa maydalab olganini o'zlarini ko'rishlari mumkin. Xo'p, asosan buni hozir mashina qanaqa hayvonlarga bersa bo'ladi aka buni? Qo'ylarga. Qo'y bor. Qo'ylar yeveradi, ha? Yeveradi. Bundan mayin qilib chiqarish ham iloji bor. Bundan mayin chiqarishda ham iloji bor. Biz ishlatib ko'rsatib beryapmiz. Endi aka poyani ham chiqarib bersak. Mana qo'y. Xo'p, hurmatli obunachilar, bunga biz 2 dona tiqmadik. Ko'rishlari mumkin mana qanaqa yo'g'onli tanasini ko'rishlari mumkin. Qanaqa yo'g'on payalarni chiqarib beryapti. Shuni birpasda mana o'tkazib yubordi, ko'rishlari mumkin. Bemalol mana hayvonlaringga, mollaringga yoki qo'ylaringga bersalaring bo'laveradi. Xo'p, endi don mahsulotlarini ko'rsatib qo'yamizmi aka? Xo'p, obunachilar don mahsulotlarini chiqaryapman. Ko'rishlari mumkin. Hozir qanchaydan sovg'atsa buni? Ana qari obunachilar don mahsulotlarini ham chiqaraveradi. Bundan mayna ishlab chiqarsa bo'ladi bu. Xo'p, mana chiqargan mahsulotlarimiz obunachilar ko'rishlari mumkin. Bundan ham aka mayin chiqaradi bu. Bundan ham mayin qilib beradi, kepay qilib beradi. Mollarga masalan atala qilmoqchi bo'lsa, un qilib ham chiqaradi. Un qilib ham chiqarib beradi. Просто setkasini almashtirsa bo'ldi. Har qanday don mahsulotlarini
Hamma yo'lni chiqaradi. Chiqaradi. Obunachilar mana sizlarga hammasini ishlatib bir qator ko'rsatib berdik. Hop, mana narx-navolarni bir qator yoritib berdik. Telefon qilib bog'laninglar. Narxi eng mana sizlar izlagan arzon joydan xudo xolasa topib sizlar uchun mana shunday mahsulotlarni obzorni qilib ko'rsatdik. Video yoqqan bo'lsa videodan like bosib, qo'llab-quvvatlab ketasizlar. Og'zaki nomerni qo'yib ketamiz aka. Onlayn savdolarimiz bor-a? Bor. Onlayn savdolarimiz bor. Kartadan pul surib, uylaringda kutib olsalaring ham bo'laveradi. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar. Hammaga rahmat, omad, salomat bo'linglar obunachilar. Bittadan like bosib ketasizlar do'stlar.